Do'sting seni rasmga tushiryapti deb nastroy qilyapti, lekin sen video syomka qilyapsan. Do'sting senga qiziq bir voqea haqida gapirib beryapti, lekin u voqeani senga umuman qizig'i yo'q. Sen esa uni xuddi eshitayotganday bo'lib ketyapsan. Kulib, xuddi senga qiziqday. Havoni qarang, osmonni qarang. Ajoyib manzara. Hoppa, da do'stlar, yo'llar uzoq. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan asta chiqib ketyapmiz Zomin tarafga qarab. Yo'llar uzoq. Qornimiz och. Tojikiston tog'lari, salom alaykum tojikistonliklarga. Tojikistoning chunquri. Yo'llar chang. Yo'llarda qurilish ketyapti, shuni hisobiga hamma joy chang. Biz hozir Zominga ketyapmiz, Zomin tarafga. Yo'llarda katta qurilish ketyapti. Allohning qudratini qarang, go'zallikni qarang, quyosh botishini qarang. Uni qarang, ko'prikka o'xshaydi, xuddi tumanga o'xshaydi, lekin u chang. Quyoshni qarang, botishini qarang, ranglarni qarang. Tafakkur qiling, bulutlarni qarang. Gapirishga til ojiz. Ha, kunlar o'tib boryapti. Vaqt juda ham tez o'tyapti, juda ham tez. Maroqlanib oxirgi marta qachon dam oldingiz? Qachon mazza qildingiz? Hayotimiz xuddi mana shu poyezd kabi juda ham tez o'tib ketyapti. Juda ham tez. Biz pul ishlayapmiz. Shuncha ishlab olay, keyin dam olaman deb yuribmiz. Lekin hayotimiz o'tib ketyapti. Biz esa hali ham pul dardida yuribmiz. Mening do'stim har doim menga choy quyib berishni orzu qiladi va u bu orzusiga bugun va nihoyat erishdi. U menga choynakdan choy quyib berdi va u bundan juda ham xursand edi va baxtli edi. Yashang do'stim, yashang. O'zbekiston Musulmonlar idorasi Sirdaryo viloyati Xovos tumani Abdurahmon ibn Af Qurayshi Jomi masjidi. 62 razzas, oq changal. Masjidning go'zalligini qarang. Mashalloh, juda ham go'zal. Biz ora-orada kelib turamiz. Ushbu masjid haqida hali alohida video tayyorlayman. Albatta obuna bo'ling va kanalimizni kuzatishni davom eting.